Buyuk Karol Yevropa sivilizatsiyasining asoschilaridan biri. İlk o'rta asrlar G'arbiy Yevropasining imperatori sifatida tarixda muhrlangan buyuk hukmdor. U 46 yillik hukmronligi davrida Franklar qirolligini qudratli imperiyaga aylantirdi. Karol ukasi Karloman bilan birgalikda taxtga o'tirdi. Biroq ukasining vafotidan keyin yakka hukmdorga aylanganidan so'ng Lombardiya, Saksoniya va Avar xoqonligini zabt etdi hamda Slavyan qabilalarini xiroj to'lashga majbur qildi. U 800-yilda Rim papasi tomonidan Rim imperatori deb e'lon qilinib, butun G'arbiy Yevropaning hukmdori sifatida tan olindi va muqaddas Rim imperiyasining asoslarini yaratdi. Karol mamlakatini markazlashgan imperiyaga aylantirib, viloyatlarini boshqaruvni mustahkamladi. Soliq tizimini tartibga soldi va savdoni rivojlantirdi. Karol ta'lim va madaniyatni rivojlantirishga katta e'tibor qaratib, Axenda shoh maktabini tashkil etdi. Lotin grammatikasiga asoslangan yozuv tizimini yaratdi va Karolning Renessansi deb nomlangan madaniy yuksalish davriga asos soldi. Ammo uning vafotidan so'ng imperiyasi 843-yilda Verdun shartnomasi bilan 3 qismga bo'linib, keyinchalik Fransiya va Germaniya davlatlarining shakllanishiga olib keldi. Buyuk Karolning siyosiy, diniy va madaniy merosi esa Yevropa tarixining uzviy qismiga aylandi. Shu bois tarixchilar tomonidan Yevropa otasi deb e'tirof etildi.